Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana 3-fevral haftaning 2-kuni seshanba. Bugun bir nechta bemorlarimiz murojaat qilishdi. Ulardan Alimova Bibinur. Bularda tekshirganimizda noyabr oyida 1373 immunoglobulin E ko'rsatkichlari bo'lgan va biz qayta 3 oydan keyingi holatni tekshirganimizda 669 ga tushgan. Bu juda ham zo'r ko'rsatkich. 40-50% atrofida yaxshilanish ketyapti. Shu bilan birgalikda Abdurahimov Javohir 2325 bundan bir oy oldin tekshiruv natijalari chiqqan va bularni qayta tekshirganimizda 1246, ya'ni 50% gacha yaxshilanish kuzatilyapti. Va shu bilan birgalikda Choriyev Mirzabek, bularda 1426 allergologik holatlari bo'lgan va bu yerda leykositlarda ham juda balon ko'tarilish kuzatilgan. Ya'ni shamollash va allergiya birgalikda kelgan. Bu holat infeksion allergik jarayon hisoblanadi. Bularni biz qayta davo muolajalaridan so'ng bir oydan keyingi tekshiruvimizda leykositlar normaga tushgan va shu bilan birgalikda allergologik holat esa 840 ga yaqinlashib qolgan. Bu juda yaxshi ko'rsatkich va davolash muolajalari hali davom etmoqda. Abduraimova Surayyo 258 immunoglobulin E ko'rsatkichi bilan kelgan. Bugungi holatda esa 148 ga tushgan. Bu ham normal ko'rsatkichga yaqinlashib qolgan. Bemorlardagi allergologik holatlar bir necha yillik holat bo'lib, bular kamida 5, 6, 10 yildan buyon allergologik muammolardan aziyat chekib kelishgan. Bugungi kunda 1 oylik, 3 oylik natijalarimiz juda ham yaxshi. Biz qanday bo'lsa, o'shanday ko'rsatyapmiz. Bemorlar o'zini juda yaxshi his qilyapti. Nafas siqish, bo'g'ilish, hansirash kabi shikoyatlar 80-90% gacha kamaygan. Qon ko'rsatkichidagi o'zgarishlar esa sekin-astalik bilan normallashmoqda. Ya'ni simptomlar yo'q. Qon tahlilidagi ko'rsatkichlar asta-sekinlik bilan qadamma-qadam yaxshilanishda davom etadi. Biz esa davo muolajalarini 1 oy, 3 oy, 6 oy, 1 yil qilib kvartalni uzoq cho'zib boramiz va 3 yildan 5 yilgacha nazoratga olamiz. Bronxial astma kasalligidan aziyat chekuvchi bemorlar mavjud bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz Toshkent shahri, Chilonzor tumani 7